Bundan oldingi videoyimizda, ya'ni Deepal S09 avtomobilini birinchi qismi deb atasak bo'ladi, ma'lumotlar bergandik, to'liq obzorini qilgandik va gabaritlari va funksiyalari haqida gapirgandik. Bu videoyimiz ikkinchi qismi hisoblanadi va bu avtomobilni demak saloni va eshiklari va qanaqa funksiyalarga ega, keling ko'rib chiqamiz. Avtomobilda aytib o'tganimizdek, ko'rinmas zonani aniqlash funksiyasi mavjud va ko'rib turganingizdek, bu yerda kamerasi, bu yerda ikkinchi kamera va uchinchi kamera, ya'ni 3 ta kameradan iborat. 360 kameraga ega bo'lgan avtomobil. Avtomobilning saloniga keladigan bo'lsak, Li 9 ga juda ham yaqin qilib salon qilingan, juda ham sifatli charmdan qilingan. Hamma yog'i charm, bu yerda plastik ekan. Bu yerda esa charm, bu ham charm qo'l ushlagichi, bu ham charm, bu yerda plastik. Va pastki qismi ham plastikdan iborat. Deepal akustikasi bilan jihozlangan mana shunaqa eshiklar. Bu eshiklarni demak tugmalariga keladigan bo'lsak, 4 ta oynani tushirib chiqaradigan demak eshiklar va eshikni oynalarini blokka qo'yadigan tugmalardan iborat. Xo'p, eshiklarni demak ochqichlari mana shunaqa tarzda qilingan. Bu eshiklarni ochganda avtomatik tarzda demak oyoq qo'ygichlar, ya'ni rus tilida paroklar deyiladi. Paroklarga keladigan bo'lsak, juda ham komfortni his qildim men, chunki o'tirganingizda yoki tushayotganingizda bu demak oyoq qo'ygichlar juda ham demak sizga qulaylikni beradi. Ba'zi bir avtomobillarga o'xshab turib, ya'ni misol uchun BYD Song Plus avtomobilga agar parok qo'yadigan bo'lsangiz, o'zi baland mashina bo'lgani uchun u parok qaytanga demak odamga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Lekin bunda juda ham qulay ekan. Xo'p, avtomobilni demak ruli haqida gapiradigan bo'lsak, charmdan qoplangan, bu joyi ham charmdan, ya'ni plastik emas. Bu yer plastik ekan, lekin mana bu o'rta joyi charmdan qilingan va o'zini Deepal logosi bilan jihozlangan. Endi Li 9 da shunaqa joyi borki, bu yerda demak o'zini maxsus tablosi bor. Li 9 da, bunda esa bu narsa yo'q. Endi hamma narsani bir xil qilsa ham bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Nimasi bilandir ajratib turish kerak. Bu Ultra Plus pozitsiyasi Deepal S09 ni va bunda ko'rib turganimizdek, demak head-up display bilan jihozlangan. Menga yoqqan joyi mana bu torpedkasi, juda ham yumshoq plastikdan iborat. Bu charmmikan yoki yo'q, bu menimcha yumshoq plastik. Bu yerlar esa yaxshi demak plastikdan va usti esa demak yaxshi mato bilan qoplangan. Bu yerda demak akustikasi bor va head-up display bor. Qora rangda, qora va jigarrang ranglarni bir-biriga uyg'unlashtirgan. Bu yerda demak LED chiroqlari bor. Bu LED chiroqlar boshidan oxirigacha ketgan. Xuddi Li 9 ga o'xshab turib, bu yerda ham demak monitor, markaziy monitor mavjud va markaziy monitordan tashqari yonidagi yo'lovchi uchun ham monitor bilan jihozlangan. Kelinglar monitorni Li 9 da qanday dyumdagi va bunda qanday dyumdagi monitorlar bir-biriga solishtiramiz. Deepal S09 ning markaziy monitori 15.6 dyumli hisoblanadi. Yonida ham 15.6 dyumli, demak yo'lovchi uchun maxsus yana o'zini xuddi Li 9 ga o'xshagan monitori bor. Endi Li 9 da bo'lsa 15.7 dyumli. Ozginagina farqi bor monitorlarida, lekin juda ham bir-biriga o'xshash mana shunaqa dizayn qilingan. Monitorlarga keladigan bo'lsak, juda ham tez ishlaydi. Bu hozirgi kunning talabi, chunki barcha funksiyalar mana shu monitorda joylashgan. Agar bu tez ishlamasa ham, bu albatta mashinani obro'siga yetkazib qo'yadi. Bu yerda barcha funksiyalarni, demak oynani ochib yopish bo'ladimi, orqani yoki aytaylik benzin bakni ochishni, bu yerda demak rejimlarga o'tkazish, barchasini, demak oynani ochish funksiyasi, yon tomon ko'zgularini yopish funksiyalari barchasini mana shu monitor orqali bajariladi. Endi monitorda demak shuningdek orqa monitorni ham ochib yopish mumkin. Mana shu funksiyasi orqali orqa monitorni ochib yopamiz. Orqa monitor haqida gapiradigan bo'lsak, demak Li 9 da 15.6 dyumli monitor bilan jihozlangan bo'lsa, orqa ekran, bunda esa 21.4 dyumli ekran bilan jihozlangan. Bu ekranni ham hozir orqa qatoriga o'tganimizda ko'ramiz. Bu avtomobilda yana bir menga yoqqan joyi shundaki, mana bu bari.
barimizda demak ikkita stakanchik, bu yerda demak telefonlarni zaryadlash va bu yerda yog'ochdan mana shunaqa yog'ochdan dekorativ qilingan, dizayn qilingan. Endi qarang, buni biz oldiga surib, orqaga surishimiz mumkin ekan. Ya'ni bu yerda o'zini qo'shimcha maxsus yana bir idishi bor. Mana bunaqa narsalarni bu yerga qo'yib qo'yish mumkin va buni demak oldiga surishimiz mumkin. Buni nima yaxshi tomoni bor? Avvalambor demak o'zingizga moslab turib qo'ysangiz bo'ladi va orqada o'tirgan demak yo'lovchilar uchun mana bu yerda orqada monitori bor. Mana shu monitorni boshqarishga qulay uchun oldiga qarab turib orqaga oldiga sursa mumkin bo'ladi. Bu yerda xuddi Li 9 ga o'xshab turib demak mana bunaqa ochiladigan bari bor, lekin bu bar akalar bu xolodilnik. Xolodilnik bo'lib, ham xolodilnik, ham demak mikrovolnovka. Bunaqa issiq kunlarda bemalol siz ichimliklarni yaxlatib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Yoki qish paytida nimadirni isitishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha qish paytida bu ishlamasa kerak emas deb o'ylayman. Orqa tomonda ham barni podstakanligi bor. Bu albatta orqa yo'lovchilar uchun ham xizmat qilishi mumkin. Xo'p, oldi tomonida yana nimalar bor? Bu yerda demak o'zini maxsus bardachok, ya'ni o'zini mana shunaqa idishi bor. Telefon uchun zaryadli, simli zaryad uchun porti bor bu yerda va konditsionerni demak kanallari mana shunaqa mexanik richagli kanallar. Avtomobilni demak skorost richagi avtomobilning rulini yonida joylashgan, ya'ni o'ng tomonida joylashgan, ko'rib turganingizdek. Oldiga, orqaga demak va bu yerda parkovka tugmalari ham bilan ham mavjud. Qarang, lidar tizimi avtomobilni yoqishimiz bilan bu yerda demak avtomobilni atrofidagi odamzod bo'ladimi yoki aytaylik barcha predmetlarni demak o'zi ko'rib turadigan mana shunaqa demak funksiyasiga ega. Avtomobilning ikki tomoni avtomatik tarzda ko'rinib turibdi. Parkovkaga qo'yamiz. Avtomobilning pozitsiyasiga qarab turib, uni funksiyalari, ichidagi ba'zi bir jihozlari o'zgaradi dedik. Misol shunaqa holat bo'lishi mumkinki, avtomobilning bu xolodilnigi oddiy pozitsiyasi, ya'ni max pozitsiyasida bo'lmasligi mumkin. Ya'ni pozitsiyasiga ham qarab turib ham o'zgaradi. Endi avtomobilni mana ko'rib turibsiz, yuqori qismi haqida gapiradigan bo'lsak, demak panorama tom 2 ga bo'linadi. Ya'ni haydovchi uchun alohida va orqada yo'lovchilar uchun alohida panorama tomlar. Lekin bu panorama tomni demak oldi tomonini biz demak qo'lda ochib, qo'lda yopamiz. Orqa tomondagi pardalarni esa mana bu yerda o'zini maxsus tugmasi bor. Mana shu tugma bilan ochib yopishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek orqa pardasi mana yopilmoqda. Xo'p, tepa qismida yana nimalar bor? Bu yerda sensorlik, demak yoritgichlar bor. Bu sensorlik, ya'ni tugmalik emas, avariya tugmasi va SOS, ya'ni yordamga chaqirish tugmasi bor. Yordamga chaqirish tugmasi ham juda ham yaxshi. Avariya holatlarida bu yerda bossangiz avtomatik tarzda demak sizning yaqiningizga yoki aytaylik favqulodda vaziyatlar vazirligiga yoki organlarga telefon qilish tugmalarini ham sozlab qo'ysangiz mumkin bo'ladi. Quyoshdan to'sish paneli. Bu yerda ko'zguni ochganingizda avtomatik tarzda demak yoritgichlar yonadi o'zi va bu yerda akustika mavjud. Mana shunaqa demak maqtab ham bo'lmaydi, yomonlab ham bo'lmaydi, o'ziga yarasha dizayn qilingan va bu avtomobilni yana bir marta aytib o'tdik, premium klassdagi pozitsiyalari ham bor. U premium klassdagi pozitsiyalari agar salonga kelsa, bu haqda ham to'liq ma'lumot beramiz. Hozir esa bu avtomobilning pozitsiyasi ultra plus pozitsiyasi hisoblanadi. Orqa tomon eshiklari haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, xuddi oldi eshiklar kabi dizayn qilingan, juda ham sifatli charmdan iborat va bu yerda dipal akustikasi, pastda ham dipal akustikasidan iborat bo'lgan, past tomoni esa plastikdan iborat. Xo'p, eshiklar qo'lda yopiladi. Eshikni ochadigan demak richaklari mexanikalik, ya'ni tugmali emas. Aslida olganda tugmali qilib ishlab chiqarilgan avtomobillarda ham maxsus o'zini demak mexanik richagli ham ishlab chiqarilmoqda. Misol uchun Leapmotor D19 avtomobilini biz YouTube kanalimizda to'liq obzor qilganmiz, ma'lumot berganmiz. Ana shu avtomobilda demak ikkita tugmasi bor. Bu bitta tugmasi demak elektr tugmali hisoblanadi. Tugmani bossangiz eshik ochiladi.
Yana bitta tugmasi bor. Bu favqulodda mana shunaqa mexanik richakli. Bu nimaga qilingan? Chunki avtomobil xudo ko'rsatmasin avariyaga uchraganida demak elektrdan uzilib qolishi mumkin va odam chiqolmay qolishi mumkin. Ana shunaqa holatda mana shunaqa mexanik richaklik juda ham asqotadi. Va hozirgi yangi chiqarilayotgan restyling versiyalarida avtomobillarda albatta elektr tugmani oldiga richaklik, demak mexanik eshiklarni ochadigan richak qo'yib ketilmoqda. Avtomobilning orqa o'rindiqlari bu demak kapitan o'rindiqlari hisoblanadi. Avtomobil 6 kishidan iborat deb aytdik. Demak, qarang, bu yerda juda ham ko'p tugmalar bor. Bu tugmalarni biz qanday boshqarishimiz mumkin? Qarang, hozirgi pozitsiyasida, ya'ni o'rindiqlarning hozirgi holatida bu yerda hech qanday joy qolmadi. Ozginagina joy qoldi. Bu nimaga? Avtomobilni o'rindig'ini oldiga sursangiz bo'ladi va avtomatik tarzda yon tomonga ham suriladi o'rindiqlar. Ko'rib turganingizdek, bu yerda demak o'rindiqni tepaga pastga tushirish imkoniyati mavjud va bu yerda mana oyoqlarga qulaylik bo'lish maqsadida mana shunaqa atamanкасы chiqadi. Bu yerda yana bitta tugmasi bor ekan, barcha funksiyalarni demak bekor qilar ekan. Bu yana qaytarsangiz mana demak oddiy holatga qaytarib qo'yar ekan. Va bu yerda katta joy ochiladi. Siz bemalol orqa o'rindiqqa o'tishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, bitta narsani inobatga olish kerak. Balkim bu oldi o'rindig'i juda ham yaqin turgandir hozir. Lekin bu yerda men agar avtomobilni oyoqlarga atamankasini chiqaradigan bo'lsam, oyog'im oldingi o'rindiqqa tiqilib qolmoqda. Avtomobilning orqa o'rindiqlarida mana shunaqa monitor mavjud. Bu monitorni siz aytganimizdek oldiga qarab sursangiz bo'ladi va boshqaruvga juda ham oson qilish mumkin bo'ladi. Shuningdek, demak, konditsionerni boshqarish funksiyasi, demak, pardalarni ochib yopish va bu yerda oldi o'rindiqni boshqarish funksiyasi ham mavjud. Chunki oldi o'rindiqni boshqarish bu yerda o'tirgan yo'lovchi uchun ham kerak bo'lishi mumkin. Mana shunaqa gap, buni oldiga suramiz va orqa o'rindiqqa o'tishga harakat qilamiz. Bu o'rindiqni o'zimizga moslaymiz. Mana shunday bo'lsa, menimcha har tomonlama yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. O'zimga komfort holatga keltirdim va endi orqa o'rindiqqa o'tib ko'raman. Qani orqa o'rindiqqa sig'amanmi degan savol bo'lyapti menda. Xo'p, bismillah. Xo'p, orqa o'rindiqda siz xuddi kapitan sideniyalarida kabi maza qilib ketmaysiz, lekin har holda toqqa ketayotganingizda, misol uchun bemalol kimdir o'tirib ketsa bo'ladi. Yosh bolalar uchun bemalol bo'ladi, lekin meni bo'yimga xos 176 santimetrli insonlar ham o'tirib ketishi mumkin, lekin ozgina yetgancha o'rindiqni orqaga surish mumkindir balki. Bu yerda tugmasi bor ekan, o'rindiqni yotqizish mumkin. Lekin bu o'rindiqni oyog'im oldi o'rindiqqa tegib turibdi. Bu narsani inobatga olasizlar. Avtomobilning bagaji haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, avtomobilni 6 ta o'rindig'i o'zini joyida turganida 427 litrli mana shunaqa o'rindiq. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda demak yana nimalar bor? Keling ko'rib chiqamiz birgalikda. Bu yerda yana chuqurlik bor ekan. Jismlarni har xil demak narsalarni qo'yib qo'yishingiz mumkin yoki buni umuman olib tashlashingiz ham mumkin. 427 litrlik joyni biz 1392 litrlik joyga o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni 3-qatordagi o'rindiqlarni yotqizamiz va bu yerda katta mana shunaqa bagaj hosil bo'ladi. Tugmasini orqaga qaytarsak, yana o'zini holatiga keladi va sizga kerakli bagajni yoki kerakli vazifani bajarishi mumkin. Xo'p, bagajning eshiklari avtomatik tarzda yopiladigan tugmalari bor, xavfsizligi bor, ya'ni bu yerda odamni boshi turgan bo'lsa, to'xtaydi. Mana shunaqa avtomobil haqida qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berdik. Li9 bilan demak ba'zi bir funksiyalarda, ba'zi bir dizaynida, ba'zi bir joylarida, ba'zi bir jihozlarida demak undan ustun bo'lishi yoki past bo'lishi ham mumkin. Bu avtomobilimizni narxiga keladigan bo'lsak, birinchi videoda boshida demak avtomobilni narxini aytib o'tgan edik. 657 million so'mni tashkil qiladi. Ultra plus pozitsiyasi, ya'ni pozitsiyasiga qarab turib ham narxlarda farq qiladi. Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada fikringizni qoldiring. Li9 ga o'rnini bosa oladimi? Yoki Aito 9 ni o'rnini bosa oladimi?
meni fikrimcha Aito M9 bu hozirgi kunda Lewis'dan kelgan ikkinchi o'rinda, Lewis Li 9 birinchi o'rinda, uchinchi o'rinda Li 9 va to'rtinchi o'rinda S09 Deepal avtomobili deb o'ylayman. D19 Leapmotor avtomobili esa bundan keyingi o'rinda deb biz baho berdik. Sizni baholaringizni kommentariyada kutib qolamiz.